Agar qotillik va ko'z deganda siz nimani tushungan bo'lardingiz? Ko'zingiz iPhone Pro Max dan ham, dunyodagi eng kuchli Hubble teleskopidan ham, dunyodagi eng qimmat linzali kameralardan ham mukammal. Tasavvur qiling, odam o'ldirildi va politsiya uning ko'ziga qaradi va qotilning yuzini ko'rdi. Xalq orasida shunga o'xshash sirli voqealar ko'p. Aslida olganda bu haqiqatmi yoki bu eng katta ilmiy afsona? Aynan mana shu haqida O'zbekistonda bo'lib o'tgan real hodisa haqida aytib beraman va bularning barchasini ochiqlab beraman. Azizlarim, sizlarga meni Telegram kanalim va Instagram kanalimga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Instagram orqali meni topish uchun Jahongir Nigoh deb yozsangiz profilim chiqadi. Telegram orqali esa Jahongir Nigohi deb yozsangiz Telegramda ham chiqadi. Toshkent 15 yoshli qiz Zulfiya sirli tarzda yo'qolib qoladi. Bir necha soat o'tgach uni ko'p qavatli uylar ostidagi bir podvaldan topishadilar. Tana hali sovimagan, jinsiy zo'ravonlik izlari aniq. Guvohlar qizni tanib qolishadi. U narigi domni 5-qavatida turadi. Qizni ota-onasiga xabar berishadilar. Ota-onasi dahshatga tushadi. Kriminalistlar keladi. Sud med ekspertiza ham joyda bo'ladi. Ammo jinoyatchining izi deyarli yo'q. Hatto jinsiy aloqa qilgan payti ham biror bir iz qoldirmagan bo'ladi. Hech qanday DNK, hech qanday bir aniqlik. Go'yoki sir, ochilmas sirdek. Atrofda esa bir necha shubhali odamlar bor, lekin hech kimni ayblay bo'lmaydi. Shunda sud med ekspertizadan bir odam Zulfiyani ota-onasini oldiga keladi. Unga shunday deydi: "Qizingizni qotilini topish imkoni mavjud, lekin buning uchun siz noodatiy tekshiruvlarimizga rozi bo'lishingiz kerak va ariza yozishingiz kerak" deyshadi. U odam SSR davrida KGBda ishlagan va tajribali kriminalist mutaxassis bo'lgan. Qisqa qilib aytganda, eski maktab vakili. U yana aytadi: "Jinoyatchini topish imkoni bor, lekin qizingizni ko'z qorachig'ini kesib olish zarur. Murdani kesish kerak. Ya'ni bu optografiya deb ataladi. Agar qizingiz o'limidan oldin so'nggi marta qotilni ko'rgan bo'lsa, qotilning yuzini ekspertiza orqali ham bilish mumkin deb taklif kiritadi. Vaqt kam, tana hali iliq va ota-ona rozi bo'ladi. Bu tajriba edi, lekin uni tarixda butun dunyoda faqatgina O'zbekistonda ilk bor o'tkazgan edilar. Haqiqatdan ham ishlagan. KGBning sobiq mutaxassisi bu eksperiment juda ham shubhaliligini bilgan bo'lsa-da, lekin ushbu jarayonni qilishga ahd qiladi. Ko'z qorachig'ini kesib olgandan keyin mikroskop ostida ommaga hali ochiqlanmagan preparat va ximik qo'shimchalar bor ekan. Ushbu qo'shimchalardan foydalansa, ko'z qorachig'idagi so'nggi tasvirni ko'rish mumkin bo'lar ekan. Lekin shunda ham odam o'lganidan so'ng bor yo'g'i 4 soatgacha buni qilish imkoni bor. Chunki shu payt ichida ko'z qorachig'idagi mayda-mayda zarrachalar va kletkalar o'lishga ulgurmas ekan. 19-asrning oxirida nemis olimi Wilhelm Kuhne tajribalar o'tkazgan. U quyonlarni soatlab derazaga qaratib o'tkazib qo'ygan. Keyin boshini kesib, ularni ko'zlarini qorachig'ini olgan va maxsus eritmalarga rivojlantirgan. Natijada esa deraza panjaralari aniq ko'rinadi. Keyinchalik bu eksperimentni odamlarda sinab ko'rganlar. Albatta sanoqli ravishda. Lekin odamlarning ustida bo'lgan ba'zi bir eksperimentlar ham muvaffaqiyatli o'tmagan. Ko'p hollarda ko'z qorachiqlaridan tushgan so'nggi tasvirlar juda ham xira va tushunarsiz bo'lib ochilgan. Keyinchalik odamlarning ustida o'tkazilgan bu eksperimentlar odamiylik qonun-qoidalariga mutlaq to'g'ri kelmasligi inobatga olinib, Germaniya va boshqa mamlakatlarda bu borada ish olib borish bora-bora taqiqlanib ketgan va bu borada o'sha ximik moddalarni ishlab chiqarish ham to'xtatilgan. O'sha davrda Germaniyada xuddi mana shu praktikani taqiqlaydigan qonun va qaror ham chiqqan. KGBning sobiq kriminalisti Zulfiyani ko'zidagi so'nggi tasvirni olishga sazovor bo'ladi. Xira bir oz noaniq tasvir, lekin markazda bir erkakning yuzi aniq ko'rinadi. Qoshlari bir oz noaniq, yanoq suyagi yaxlit ko'ringan va uning yuzida chap tomonida chandiq ham bo'lgan. Hattoki ko'ynagini tugmalarini rangi ham aniq bo'lgan. Bu tasvirni kattalashtirib, tegishli xodimlarga taqdim etadilar. Guvohlar esa ushbu odamni tanib qolishadi. Atrofda o'sha payti shubhali ko'ringan insonni oxir-oqibat ushlaydilar va aynan Zulfiyaning o'limi tarixda birinchi marta bor optografiya haqiqiy jinoyatni ochgan edi. Qotil ham o'zining qilmishlarini tan olgan. O'sha davrda bu voqea butun dunyoni lahzaga soldi. Ha azizlarim, agarda ko'zga kelsak, sizning ko'zingiz 10 million xil rangni ko'radi. Ko'zimizdagi signallar miyaga teskari borib ko'rinsa-da,
Bizning miyamiz uni to'g'rilab sahnalashtiradi. Umuman olganda bizning ko'zimizga kelayotgan nurlar atrofdagi ko'rinish va nurlarni sinishi orqali shakllanib tushadi. Lekin bizni miyamiz mana shu har bir qayta kelib singan nurlarni bir surat qilib jamlaydi. Qo'pol qilib aytganda siz dunyoni ko'rmaysiz. Miyangiz siz uchun yaratgan versiyani ko'rasiz. Xo'sh, nima uchun bugungi kunda qotillik sodir bo'lganda ko'p hollarda ko'z orqali qotilni aniqlab bo'lmaydi? Eng qiziqarli tarafi shunda ekan. O'limidan 3 daqiqa oldin ko'z qayerga qarasa, so'nggi suratni yozib qolar ekan. Shuning uchun ham ko'z ko'p hollarda qotilni yozib qola olmaydi, lekin ular haqiqatni ko'rsatadi. Zulfiya esa shuni o'rgatdi. Afsona va ilm chegarasida eng dahshatli javoblar va haqiqatlar yashirinadi. Holat qanday bo'lmasin, jinoyatchilar jazosini albatta topadi. Azizlarim, ushbu videoga like bosing, obuna bo'ling. Videoni tagida kommentariya qoldiring. To'g'ridan to'g'ri qaraganda sizni ko'zlaringiz qanchalar sirlarni saqlayapti. Keyingi videoda yana bir ilmiy haqiqatlar haqida aytib chiqamiz. Like bosmagunizcha, obuna bo'lmagunizcha ko'zlaringizni yummang. Kommentariya ham qoldiring. Salomat bo'linglar azizlarim.